propilini. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan men Tursunov Zohidjon. Mana bugun Farg'ona viloyati Bo'yda tuman Dehqonobod qishlog'idagi konteyner mahsulotlar ishlab chiqaradigan do'konda turibmiz. Anvarjon akamiz sherigim do'konlar bo'ladi. Assalomu alaykum aka, hormanglar. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizlarmi? Bu yerda konteynerda listlar har xil profillar, apalopkalar, har xil turdagi chorva uchun, ustakalarimiz uchun, qurilish uchun barcha turdagi mahsulotlarimiz ishlab chiqariladi ekan. Hozir shularni narx-navolar tushib qoldi, shu yangitdan video qo'yib qo'yaylik deyishdi. Shuning uchun narxlarimizga chizib tashab, arzon narxlarni qo'yib qo'ydik. Video mobaynida ko'rib chiqamiz. Aka, apalopkadan boshlaymizmi? Yoki profildan? Profildan boshlaylik. Xo'p, profillarimizni eng kichkinasini ko'rsating birinchi. Kichkinasi 8ligimiz bor hozir. 8lik. Bu nimalarga ishlatiladi asosan? Bu tomlarga, reyka hisobida, Reyka hisobida ishlatyapti. Teplisalarga ham ishlatyapti. Uzunligi 2.30. 2.30 dan oshib chiqadi. Narx qancha edi, hozir qancha bo'ldi? Narxini 23 ming sotganmiz, narxini 21 ming qilib qo'ydik. Mana 23 ming eski yozuv, 21 ming yangi yozuv. Uzunligi 2.30, bundan cheklanmagan miqdorda tayyorlab berishni oladi. 21 mingdan, ha? Bu sal ko'rinishdagi 2.10 lik bu. Mana sal ko'rinishdagi buni baquvvatligiga bitta tekshirib ham ko'ramiz. Mana anonga sal suyanib chiqib ko'ring aka. Mana shu akamiz 90 kilo borsiz-da? 100 kilomi mana? 95 kilo. Mana bukilib ketgan yo'q. Ko'rib turganingizdek. Buni mashinaning ustida ham, mashina ham yurgizilishyapti ustiga. Baquvvatligi yaxshi. Ayniqsa mana bundayga qo'yib olsangiz, o'ta baquvvat bo'lib ketib qoladi. Bu narx qancha bo'lyapti aka? Buni narxini 28 ming sotganmiz. Ha, undan oldin 30 edi ekan, ha? 26 ming qilib qo'ydik. O mana 30 mingdan 4 ming tushibdi. 28 ming undan oldingi narxi undan ham tushibdi. 2 ming so'mdan tushibdi 2 marta. Yaxshi narx-navolar. Bu-chi aka? Bu 12 lik listlar chiqqani, 12 lik. Bunga chiqib ko'rishimiz shart emas, undan ko'ra baquvvatroqi. Buni 2 sm list shaklda bukishgan. Bunisi qancha bo'lyapti aka? Bunisini 35 sotganmiz. Hozir 31 ming qilib qo'ydik. Hozir 31 mingdan yaxshilar. Optim juda ko'p oladigan bo'lsangiz, yanada kelishtirib berishyapti xolasa. Mana bu ham shu S ko'rinishdagi profil ekan. Bu ham 12. Bundan tashqari 6 likdan tortib 15 likgacha chiqarib bera olamiz. Sizlarga bir latog ham chiqarib berishlar mumkin bo'ladi. Teplisalar qirg'og'iga. Hop, bizda borini aytyapmiz, biz podzakaz ishlaymiz ko'proq. Bu yerda apalopkalar bor ekan aka. Bu nechiligi? Bu 50 lik apalopkamiz. 50 lik. 50 sm o'zimiz bu standart apalopkamiz. Uy qurishda ko'proq shundan foydalanamiz. Xo'p, buni baquvvatligi yaxshi, ichini ham bir ko'rsataylik. Mana ichini ko'rib turganimizda juda ham ko'p qovurg'alar qo'yilgan. Endi konteyner listdan bukilib, keyin teshiklari ham oddiy teshib qo'ymagan. To'rlik list qatirib keyin teshgan. Ya'ni o'qimiz u yoqqa siljimasligi uchun. Manadan ko'rinishi bir oddiy yuqa narsaga o'xshaydi, lekin bu qovurg'alar bilan baquvvat bo'lib ketib qoladi bu. Xo'p. Uzunligi 18 metr bo'ladimi? 18 metr bo'ladi. Ikkita burchak qo'shib berasiz. Ikkita burchak, o'qi, siyomlik qo'shib beramiz. O'qi, hamma narsa qo'shib berilar ekan. Shu 60 ligiga qancha qilib berasiz aka? 60 ligini 6 ming sotyapmiz. 6 ming? 6 million. Ha, 6 million. Biz obunachilarimizga 5 million 800 ming. Mana Tursunov Zohidjon nom kanaldan oldik desalar, albatta zo'r narxlar chiqarib beradi. O'z boshqa joy, boshqa profillarni topa olmaysizlar. Bu akani videolarini albatta o'zim qo'yib borib beraman. Agar istasangiz, xuddi shu apalopkani mana shunday qalin uchkabi listlar ham tayyorlab berishlar mumkin bo'ladi. Narx-navosiga ozgina qo'shilib qolishi mumkin. Tamam, bu yerda mana ikki komplekt tayyor qilib qo'yishibdi. Xarid qilsangiz, mana shu ikkovi tayyor holatda ekan. Ular 60 lik, ha? Ko'proq shu boshqa joylarda 60 lik apalopkalar trendga chiqdi. 50 bular ilgari, hozir 60 bo'lib ketib qoldi. Xo'p. Bu ham 18 metr, ikkita o'q, ikkita burchagi bilan o'q, siyomlik hamma narsasi komplekt bo'ladi. Qancha bu? Bu 7 million sotyapmiz. Buni ham 6 million 800 ming qilib 7 million ekan, 6 million 800 ming so'm. Bu narx-navoga shubha qiladigan bo'lsangiz, hozir internet to'la bo'lib ketdi bunaqa narsaga. Bir kirib, tekshirib, keyin olishingiz ham mumkin bo'ladi. Bizda anaqa aldov yo'q. Albatta kanalimda bor rost narsalar chiqaraman, chunki kanalimiz kelajakda rivojlanishi uchun biz yolg'on xabar chiqarishga hech qanday bir haqqimiz yo'q. Va mana bu joyda mana kapalaklar tayyorlab qo'yishibdi. Shu apalopkalarga suvarka qilamiz deb mana ko'rib turganimizdek baquvvat kapalaklar. Mana bu 80 lik apalopkamizni yarim tayyor holati. O'zimiz saylab olamiz desangiz ham
albatta arzonroq narxda olishingiz mumkin bo'ladi. 80lik bu birula podushka bilan birga yer tagidan olib chiqib ketsangiz ham bo'laveradigan holat. Ya'ni ozgina podushka qo'ylaysiz yerdan birimi kuyib yuborishingiz mumkin. Bu mana burchak, ha? Burchagi ham baquvvat bo'lyapti. Kapalaklardan svorka qilingan holatda. Xo'p, bu ham 18 metr tayyorlab berasiz. Narxi qancha bo'ladi? Narxi buniki 8 million 400 ming sotyapmiz. 8 million 200 ming qilib beraveramiz. Aynan 8 million 200 ming so'm. Bundan bir komplekt, o'sha eng hadovoydan 2 komplekt hammasini olib qo'yadigan bo'lsangiz, uyingizda shu lisalar bilan bir komplekt arendaga chiqarishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu aka seysmagan bu? Seysmaga bu 30ligi bu. 30lik apalabkami seysmaga. Mana. Seysmalarga, bardiyonlarga uygani 30ligi. Bu ham 18 metr bo'ladi. Nech pul bo'ladi aka komplekt? 3 million 200 ming. 3 million 200 ming so'm. Yaxshi narx. Yanada kelishtirib berishadi. O'qlarni ham ko'rsata olamizmi aka? O'qlar ham bor. Mana bu joyda mana panaga olib qo'yibdi zanglamaslik uchun o'qlarini. Mana. O'qlari sifati yaxshi xudo xolasa. Bu 40liginiki ekan-a, mo'jalla? Ha, 40lik. Siyomligi ham arzondan emas, qalin. Mana siyomlik ham yaxshi ishlangan ekan, baquvvat ancha yil xizmatingizni qiladigan bo'ladi ekan. Qoplarda o'qini o'zini olamiz yo o'qidan 10 ta qo'shib bering, 20 ta qo'shib bering deganlarga ham albatta narxini aytib o'tishadi. Qo'shib berishlari mumkin. Siyomliklari, komplekt holatdagi gaykalari. Mana bu yerda 27lik ekan, eng kichkinasi ekan bu, ha? Bu ham mana tayyor bo'lish jarayonida ekan, teshib qo'yishibdi, chiroyli qilib. Bu aka eng arzoni qancha bu? 2 million 400 ming. 2 million 400 ming so'm, mana yaxshi narx. Menimcha zo'r. Puli bor. Mana bu joyda konteyner lagalari, umuman qurilishga ishlaydigan hamma narsa bor ekan. Aka, lagalar qancha qilib beramiz? Lagalarda 3 xili bor. Ha. Ikkala bir xilini 78 ming qilyaptik. O'zi qancha edi bu? 80 ming sotaverdik. 78 ming, yana yaxshi narx. Optimasa uncha kelishtirib berasiz, ha? Optimasa uncha kelishtirib. Buni arzonroq varianti ham bor, ha? Arzonroq varianti bor, 74 ming so'mdan. 74 ming bor. Baquvvatlik uncha farq qilmaydi, ha? Yo'q, bir taraf kichkina bo'ladi, ozgina. Ha, yaxshi. Shu taraf farq qiladi, xolos, uzunligi, eni, qalinligi bir xil. Xo'p, bu yerda konteyner mahsulotlar hamma yo'q bor ekan. Aka, o'g'irlarni ham aytib o'taymi? Chorvadorlar uchun, ha? Mana mol o'g'irlarimiz 320 ming so'm ekan, ko'p olsangiz kelishtirib berishadi ekan. Optim holatda tayyorlab berishlari mumkin ekan. Uzunligi 230, xom holatda. Mana yo'l u tarafidan chiqarib bu yoqqa o'tishadi, stanoklar u tarafda. Xo'p, bundan tashqari mana bochkalarni ko'p qo'yishibdi. Konteyner tomlislari bor ekan. Qo'yingki, konteyner mahsulot nima kerak bo'lsa hamma yoqda olib beriladi. Videoda aytib o'tilmay qolgan narsalar bo'lsa, telefonga albatta so'rasangiz qilib berishadi. Nech pul aka, bu lismi bu? Bu kompleks bo'ladi. Aha. Kvadrat 95 ming so'mdan bor. Bu undan oldin 110 edi, ha? 2 marta 95 ming aksiya bor. 95 ming so'mdan mana shu listlardan ishlab chiqarib berishlari ham mumkin bo'ladi. Mana bu qovurg'ali variant, ha, lagamizda. Baquvvat, bu juda ham pirmichkalarga ham qo'yaverasiz, og'illarga ham ishlataverasiz. Bu qancha ekan narxi? Bu 88 ming sotganmiz. Ha? 86 ming qilib beraveramiz. 86 ming qilib berilaveradi ekan. Yaxshi arzon narx. 90 ming ham edi bu va har zamonda chiqib qoladi. To'xtabir, ha bu? Aha, to'xtabir. Nechilik to'xtabir? To'xtabir shu 12lik to'xtabir. 12lik. Yuqoriga bundan ko'ra lagadan ko'ra sal yuqoriroq. Puli bir donasi, uzunligi 230lik, puli 70 ming so'm bir donasi. 70 ming arzon, lagadan arzon ekan, 100 ming desa kerak deb kutib turdim. Qalinligida farq borligi uchun juda arzonroq. Ko'taraveradi. Ha, tikka qo'shsa ko'taraveradi, ha. Xo'p, konteyner dochkalar mana ko'p xil navalniy holatda ekan. Xo'p, bu zanglamaydi, usti atsinka qoplangan bo'ladi. Qancha bu aka? Buni faqat bizda hozir uzunidan bor. Ha. Uzuni 255 ga 225 bo'ladi. Ha. Uzuni bizda hozir bo'lishi 60 mingdan beryapmiz. 60 ming beramiz, kaltasi 55 ming. Bu 70 ming edi, trendgacha ketadi. 65 ming qildik, endi 60 ga tushib qo'ysak. Zo'r, yaxshi narx. Xudo xolasa xarid qilsangiz aka, zo'r narxda aytishyapti. Mana o'zim ham shu sohaning ichida yuraman. Bu 5 ga 10 profilimiz, ha? 5 ga 10 profilimiz bor. Uzunligi 255ligi, uzunligi 225ligi bo'ladi.
Bunimizni bir donasi 115 ming so'm qo'ydik. Bu 25 ida, 120 mi? 25 5000 2 marta sahrab tushdi. Shu narxga yetib keldi mana. Xudo xolasa yaxshi narx. Mana eshiklislar bor ekan bu yerda. Eshiklislar mana. Eshiklislarimiz qanchadan berilyapti? Eshiklarimizni faqat bizda hozir uzunidan bor, kaltasidan yo'q. Buni 210 ming so'm qilib beramiz. 93 ga 230 da. Yaxshi narx. Arqalischi. Arqalisimizni buni ham faqat uzunidan bor bizda, kaltasidan yo'q. 260 ga 205 bo'ladi. Bir donasi 630 ming. 630 ming. Tekizlasa 6 kvadrat oshadi. Ha, 6 kvadrat oshadi. Mana bu joyda konteynerdan chiqqan pol taxtalarimiz bor ekan. Qalinligi 208 mm ekan, 3 santiga yaqin. Hozir narx-navolar bilan razmerlarni aytib o'tamiz. Mana bu eng katta razmeri 240 ga 116. Sifatini ko'rib turganingizdek. Uyga yoki choyxonalarga, to'yxonalar bu narsaga ishlaveradi. Xudo xolasa. Aka, bular kvadrat qanchadan beramiz? Bular kvadratini 110 ming so'm qo'ydik. 110 ming so'm. Hozir Ozgina kelishtirib berasa? Kelishtirib beriladi. Xo'p, maydalarimizchi 63 ga 163 bu ham. Bularni 75 ming qo'ydik. Bular 75 ming. Donasimi? Dona 75 ming, yaxshi narx. Bez razmerlar ham bor, ha? Bez razmerlari bor, 70 mingdan 140 minggacha laminatiga qarab turib, katta kichini beriladi. Stansiyasiga qarab turib kelishiladi. Yana 116 bunday balandligi har xil bo'ladi. Shularni hozir ko'rib turganimizdek qilib berishlar mumkin. Mana bu yerda konteynerda 6 ga 6 profilda firmalar ishlab chiqarib qo'yilgan ekan. Xo'p, bu nechilik firma aka? Bu 40 lik firma. 40 lik, ha? 40 lik firma, ikkala tarafi mana profili butuni. Ha. 1 metri 185 ming qilib qo'ydik. 185 yaxshi narx. Buni 200 ming so'm reklama qilib yurdik. 185 mingdan birinchi marta chiqib turgandan. Tarafi uloq bo'lsa, unisi sal arzonroq bo'ladi. Va tepasida bir donagina uloq tushadi, chak tushadi. Bunisi ozgina arzon bo'ladi, yanada kelishtirib beraveradi. Xo'p, buni eng kichkinasi nechta to'qib berasiz? 30 dan bog'i 70-80 ketaveradi. 30 dan boshlab 70-80 ketaveradi ekan. O'sha nechigacha bir xil narx? 30 dan 40 gacha bir xil narx. 30 dan 40 gacha bir xil narx. 40 dan kattalasa narx-navosiga 5-10 mingdan qo'shilib boraveradi. Buni xohlasangiz mana X ko'rinishda ham to'qib berishlar mumkin bo'ladi. Mana bundayiga metriga bir 15-20 ming qo'shilib qolinadi. O'ta baquvvatli, lekin zo'r chiqadi. Svorkalarni ko'rib turganimizdek, zo'rlab kuyishadi katta apparatlarda. Mana bu yerda mana shivillarimiz ham bor. O'ta baquvvat shivillar chiqib qolgan bir paytlar. Xo'p, shivillarga metr qancha qilib beramiz? Metri 14 ligi bor. 1 metrini 100 ming so'mdan. 1 metr 100 ming so'm 14 lik shivillar. Aha. Xo'p, yana boshqa turi ham bor, ha? Bunda 16 ligi bor. Kattaroq. Qalini. Aha. Bunisini 1 metri 160 ming so'm. 160 ming so'm. Va kichirog'ichi bu? 10 likmi bu? 10 lik bor. Bunisi 70 ming so'm. Metr 70 ming so'm. Tayyor o'g'illarimiz qanchadan? Tayyor o'g'illarimizni Skitkada beraveramiz, ha? Skitkada beraveramiz bularni. Skitka qildik. 320 mingdan beraveramiz. Mana tayyor yangi holatdagilari, misol 460 ming, bu 320 ming qoqiba. U yog'i lekin toza, tashqi taraf sal zang xolos, kraska chachib ancha yil ishlataveradi. 320 ming o'zi ham bundan qimmatroq tayyor bo'ladi. Aksiya narxda. Ha, bu joyda ham mana har xil narsalar bukib qo'yishgan ekan. Ko'rib turganimizda. Hurmatli kuzatuvchilar, shu pastda raqam qoldiramiz. Anvarjon akam bo'lishi, xudo xolasa telefon qilsangiz zo'r narxlarda qilib beradi. Buyurtmani ishonib topshirishingiz mumkin. Mana shu Tursunov Zohidjon kanalini o'zim nomida shu Anvarjon akamiz aytayapman, ishonarli inson. Pul-mullardan, shu ishlarda sifatdan xudo xolasa javob berishadi, zo'r narxda qilib beradi ekan. Gapingiz bo'lsa agar, inshaalloh murojaat qilaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz. Xalq uchun xizmatdamiz. Mana podleshkaga like bosib, shunaqa qurilish qiladigan akalarga video ulashib qo'ysa esdan chiqarmang. Rahmat barchaga.